Assalomu alaykum hammaga, yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Chinor saunamizda shu svetlarimiz ozgina muammolar bo'lgan ekan, bularda arestollarimiz ozgina to'lib qolgan ekan, svetlarimiz ozgina o'ynab qolgan edi. Ko'zga ko'rinadigan muammolar bor edi. Keyin qanday qilamiz ekan deb o'ylab turganimda, o'zimizni mana Rishtondan Saat elektro jamoasi Assalomu alaykum akamiz o'zlari qilib berishdi. Aka, Assalomu alaykum Saat elektro obunachilari, assalomu alaykum Rishton xalqi. Mana bugun hammaga tanish bo'lgan Chinor restoranida, Chinor saunasida elektromontaj sohasida ozgina kamchiliklari bor ekan. Chiroyli holda, sifatli tarzda bitirib berdik. Bahrombek, ishlarimiz sizga ma'qul keldimi? Juda ham aka, zo'r. Saat elektro har doim sizga istalgan vaziyatda yetib boradi. Agar sizning xonadoningiz, obyektlaringizda elektr sohadan muammo bo'lsa, hoziroq Saat elektroga murojaat qiling. Eng qizig'ini aytadigan bo'lsam-chi, bularda standart O'zbekiston standarti emas ekanda, bu Moskva standartlar bo'yicha ekan. Rosa o'ylanib turdim ko'p narsaga. Aka, narxlari ham juda zo'r ekan lekin. Narxlar hamyonbop. Asosiysi bizda sifat birinchi o'rinda turadi. Bizda oddiy sim kabel tashlab ketishlari bas. Asosiysi sifatga qaraladi. Hammaga tavsiya qilaman. Sog' bo'ling. Assalomu alaykum hammaga, yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Chinor saunamizda shu svetlarimiz ozgina muammolar bo'lgan ekan, bularda arestollarimiz ozgina to'lib qolgan ekan, svetlarimiz ozgina o'ynab qolgan edi. Ko'zga ko'rinadigan muammolar bor edi. Keyin qanday qilamiz ekan deb o'ylab turganimda, o'zimizni mana Rishtondan Saat elektro jamoasi Assalomu alaykum akamiz o'zlari qilib berishdi. Aka, Assalomu alaykum Saat elektro obunachilari, assalomu alaykum Rishton xalqi. Mana bugun hammaga tanish bo'lgan Chinor restoranida, Chinor saunasida elektromontaj sohasida ozgina kamchiliklari bor ekan. Chiroyli holda, sifatli tarzda bitirib berdik. Bahrombek, ishlarimiz sizga ma'qul keldimi? Juda ham aka, zo'r. Saat elektro har doim sizga istalgan vaziyatda yetib boradi. Agar sizning xonadoningiz, obyektlaringizda elektr sohadan muammo bo'lsa, hoziroq Saat elektroga murojaat qiling. Eng qizig'ini aytadigan bo'lsam-chi, bularda standart O'zbekiston standarti emas ekanda, bu Moskva standartlar bo'yicha ekan. Rosa o'ylanib turdim ko'p narsaga. Aka, narxlari ham juda zo'r ekan lekin. Narxlar hamyonbop. Asosiysi bizda sifat birinchi o'rinda turadi. Bizda oddiy sim kabel tashlab ketishlari bas. Asosiysi sifatga qaraladi. Hammaga tavsiya qilaman.